Axir meditsinada hamma narsaning iloji bor-ku. Nahotki uni jonini saqlab qolishning biron boshqa bir yo'li bo'lmasa? Nima desam ekan? Yo'li bor. Lekin juda qiyin. Xo'sh, aytavering. Men roziman. Hammasiga tayyorman. Faqat u tirik qolsa bo'lgani. Nilofarning yuragini sog'lom bir yurakka almashtirish kerak. Shunda uni qutqarib qolishimiz mumkin. Men jonini berib bo'lsa ham uni saqlab qolishga roziman. Buni iloji yo'q. Behruz aka, men roziman. U tirik bo'lsa bas, Behruz aka. Buni iloji yo'q dedim. Siz ham axir odamsiz-ku, nega tushunmaysiz? Men roziman dedim-ku. Mayli. Alamlarga egmayman bo'yin. Yashayveraman baxtimni izlab. Ammo bekor so'nmasin sevgim. Umring bo'yi qo'y bir eslab. Men seni deb oshadim alam. Qalbimdan taraldi armonlardan kuy. Mehrlarimni ko'ra olmasang ham umring bo'yi bir izlab qo'y. O'zligimdan ketdim yiroqlab, nafratlar poyimga soyalar bo'ldi. Qalbim didoringni oqlab ardoqlab, so'ng ostonangda xazondek so'ldi. Ishqning sasin sezmading balki, yurakka sevgim kelgandir malol. Ammo shuncha azobim haqqi umring bo'yi bir bor yodga ol. O'tib yillar umr saralab, bo'lib ketsak hamki begona, bir kun sochin oqim taralab, eslab qo'ygin meni birgina